Mana bu yaxshi o'ylab topishdi pikaplar uchun. Qarang, oyoq bilan chiqishim uchun mana buni bosaman, chiqib keladi bo'ldi. Tepaga chiqib kelaveramiz. Akalar, e'tiboringizda oddiy pikapdan 2 barobar katta bo'lgan Foton kompaniya Tunda V9 pikapi. Og'irligi 2,5 tonna ekan. Orqadan ko'rinishi Ford F150 ga o'xshaydi. Shu g'ovdasiga 10 litr dizel rasxod qilar ekan. 160 ta ot kuchi, bu Kamidix bilan kombinatsiya bo'lgan dvigatel ekan, Xitoyning o'ziniki. Oldidan Dodge'dan 1500-2500 ko'rganlar bor, bilishadi. 360 gradus kamera bor ekan, 160 ta ot kuchi, turbo dizel, полный litr paket ekan. Yaxshi tomoni avtomat. Mana off-road rejimni pastda 6 xil rejimda yursa bo'ladi. Qor, off-road, qum. Yaxshi tomoni yana bitta narsa, pastdan avtomatdan bor ekan, avtomatik boyaga old orqani qo'shadi, orqani o'zida bu yoqda понижение, повышение, to'rtni ham qo'shsa bo'lar ekan. Aytgancha bittanisini ko'rsatmadi. Buni qaranglar. Sidinyalar, podogrev, obduv hamma narsa bor ekan. Elektriskiy, kapitanskiy sidinyalar. Orqasi ham kengina ekan, yaxshi. Akalar, narxi 460 million so'm atrofida ekan. Nima deysizlar, arziydimi yo'qmi? Podveska независимый, ramni, yaxshi tomon orqasi restor emas ekan, otib yormaydi. Prujinali, bu pikaplar uchun juda yaxshi. Pikap prujinasi taqilib yuradi mana. Lekin bu yo'qdi menga. Akalar, ma'lumotda qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni chiqmasin. Tepalar panorama ekan. Qo'y pikap. Lekin g'ovdasi oddiy pikapdan 2 barobar katta. Dodge Ram bilan pastda bir xilsa bo'ladi. Charchamaylar? Hammaga omad.